إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakoti bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugun biz 32-chi cho'ng gunoh haqida to'xtalib o'tamiz. Darsimizning mavzusi birovning foydasiga hukm chiqarib berish uchun pora elish haqida bo'ladi. Alloh taolo Baqara surasining 188-oyatida mundaq deydi: A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ta'kulu amwalakum beynakum bil batil ve tudlu biha ila'l hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm ve entum ta'lamun. Özara bir-biringlarning orasida nahaq bir-biringlarning mal mulkini nahaq yivolmanglar dedi Alloh taolo. Hakimlarga pora berish uchun insonlarning bir qism malini gunoh bilan yivolmanglar, sizlar bilib turib dedi. Sizlar bilib turgan holda insonlarning bir qism mal mulkini hakimlarga pora berish uchun nahaq yivolmanglar dedi. Hozirgi zamonda bilamiz aziz qarindoshlar, qanchalagan insonlar beguna zulmga uchraydi. Turmalarga kirib ketadi, tuhmatlarga qolib ketadi. Mana bu nahaq o'zining haqqi huquqini qo'day olmaganligi uchun, o'zining haqqi huquqiga ega chiqolmaganligi uchun va yoki kambag'alligi tufayli va yoki ojizligi tufaylidan nahaq zulmga uchrab ketdi. Ba'zi boyvachchilar, puli bor insonlar pul berish orqali hokimlarni setib olib, o'zining nahaq ishini haqqa aylantirdi. Mana bundaq ishlar islomda cho'ng gunohlardan hisoblanadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun o'zimizning haqqi bo'lmagan narsani mana bu mening haqqim edi deb hakimlarga pul berish orqali yoki boshqalarga zulm qilish orqali qilib olmasligimiz lozim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: La'anallohu ar-rashi vel murtashi fil hukm dedi. Alloh taolo hukm masalasida pora berguchini ham, pora olg'uchini ham la'nat qildi dedi. Hukm masalasida pora berguchini ham, pora olg'uchini ham la'nat qildi dedi. Va Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam pora berguchini ham, pora olg'uchini ham la'nat qildi dedi. Mana bu narsa cho'ng gunohlardan biri aziz qarindoshlar. Pora elish orqali
bir begunoh insonga zulm qiladi-da, unga nahaq hukm chiqarib qo'ydi. Mana bundaq narsalar islomda qaralangandir. Har bir insonning haqqi, huquqi bor. Hech qanday inson nahaq zulm chekmasligi kerak mana bu dunyoda. Shuning uchun mana bu islom shariati bakmi adil hukm chiqaradigan qonundir aziz qarindoshlar. Ulamolar mundaq deydi. Para bergichi kishi mana bu parani berish orqali bir musulmonga ziyon yetkazadigan bo'lsa, yoki u musulmonning haqqini nohaq ilib oladigan bo'lsa, u inson la'natga uchraydi deydi. Ammo bir inson o'zining haqqi, huquqini qo'lga keltirish uchun yoki uningga qilingan zulmdan saqlanib qilish, nohaq qilingan zulmdan saqlanib qilish uchun para bergan bo'lsa, u inson la'natga uchramaydi deydi. O'zining haqqi, huquqini nohaq zulmga uchrayotdi. Mana shu pulni bermasa, u nohaq qamalib ketishi mumkin. Necha yillar begunoh turmada yetib qolishi mumkin. Mana bu holatda mana shu pulini berish orqali zulmdan saqlanib qolsa, u insonga la'nat bo'lmaydi deydi. Ammo siz nohaqsiz boshqa bir insonga zulm qildingiz yoki boshqa bir insonni o'ltirib etdingiz, siz hokimga para berish orqali mana bu suddan va yoki boshqa mahkamalardan osongina qutulib qoldingiz. Mana bu narsa bakmi cho'ng gunohdir aziz qarindoshlar. Abu Davud Abi Umama al-Bahili radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Qandaq bir insonga shafaat qilgandan keyin u insonga zulmga uchragan kishi bir hadiyani bersa, siz menga shafaat qildingiz, menga yaxshilik ko'rsatdingiz deb bir hadiya bergan bo'lsa, shak shubhasiz bu inson jazoni xo'rlikdan iborat bo'lgan cho'ng ishikdan bir ishikka kelgan bo'ladi dedi. Ya'ni bir insonga yaxshilik qildi, bu yaxshilikning badalini bu inson bir hadiya bilan u insonga rahmat aytmoqchi bo'lsa, u inson mana bu hadiyani qabul qiladigan bo'lsa, jazoni xo'rlikdan iborat bo'lgan cho'ng bir gunohni sodir qilganlik bo'ladi deydi. Madamiki biz bir insonga yaxshilik qiladi ekanmiz, buni faqat va faqat Alloh taolaning roziligi uchun qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Men buningga bu yaxshilikni qilyapman, buning badaliga uningdan men bir narsa olishim kerak degan niyat bilan qiladigan bo'lsak, jazoni xo'rlikqa kirib qoladi ekan bizning bu qilgan ishimiz. Shuning uchun payg'ambarlar hamma payg'ambarlar aytdi. Qur'oni Karimda ularningki so'zlarini bayon qilib Alloh taolo mundaq deydi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. In ajriya illa alalloh dedi. Mening qilgan ishimning mukofotini faqat va faqat Alloh taolo beradi degan payg'ambarlar. Hammasi shunday deyishgan. Men sizlardan hech qanday bir mukofot va yoki hech qanday bir rahmat aytishinglarni talab qilmayman. Men faqat va faqat Alloh taolaning roziligi uchun mana bu da'vatni yetkazaman degan. Hech bir payg'ambar o'zining qilgan yaxshiligiga mukofotini olmagan. Mukofotini olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolaning o'zi beradiganligini hamma payg'ambarlar aytib o'tib ketgan hayoti dunyoda. Aziz qarindoshlar, madamiki biz bir insonga yaxshilik qiladi ekanmiz, u insondan hech qanday bir hadiyani yoki boshqa bir yaxshilikning kelishini kutmasligimiz lozim aziz qarindoshlar. Yaxshilikni faqat Alloh taoladan kutishimiz lozim. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq dedi. Bir birodaring sendan bir yordam so'ragan bo'lsa, sen o birodaringga yordam qilib, ishini o'ngshab qo'ygan bo'lsang, keyin u birodar sana bu qilgan yaxshiliking uchun bir hadiya bergan bo'lsa, sen uning bergan hadiyasini qabul qilgan bo'lsang, mana shuning o'zi
haramdır dedi. Mana shuning o'zi haramdir. Biz bir insonga madamiki yaxshilik qiladi ekanmiz, u insondan bizga bu yaxshilikning savobining bu dunyoning o'zida qaytishini kutmasligimiz lozim aziz qarindoshlar. Masruq munda deydi. U kishi İbn Ziyad degan kishi bilan gaplashib, bir insonning haqqini uningdan elib bergan ekan. Ana shu zulmga uchragan kishi Masruqqa bir cho'ra hadiya qildi. Siz meni zulmdan qutqardingiz, menga yaxshilik qildingiz, yaxshilikning badaliga mana bu cho'rini sizga hadiya qildim debdi. Shuning bilan Masruq mana bu hadiyani rad qildi va qabul qilmabdi. Nima uchun qabul qilmaysiz deganda Masruq aytdi ekanki, men Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini anglagan edim. Qandaq bir musulmon yana bir musulmonga zulm bo'lishiga zulm qilinayotganda yordam qilib ana shu insonni zulmdan qutqizib qolgan bo'lsa, buning evaziga, buning badaliga mayli ozdir va yoki ko'pdir bir narsa hadiya bergan bo'lsa, mana bu hadiyaning o'zi haromdir deganligini anglagan edim. Shuning uchun men sizdan hadiya qabul qilmayman degan ekan. Aziz qarindoshlar, oldingi Alloh taolaning solih bandalari, muttaqi bandalari mana bu qilgan yaxshiliklarining mukofotini hech kimdan kutmagan, talab qilmaganlar. Ular faqat va faqat Alloh taolaning roziligi uchun qilishgan. Shuning uchun Alloh taolo bizni mana shunday yaxshiliklarni qiladigan, qilgan yaxshiligining badalini mana bu hayoti dunyodagi insonlardan kutmaydigan solih bandalardan qilishini Alloh taoladan talab qilamiz. İmam Abi Ömer Avza'i rahmetullah aleyh katta olimlardan biri bo'lib, bu kishi Beyrutda istiqomat qilar edi, yashar edi. Kunlarning birida bir nasroniy kishi o kishining huzuriga keldi va İmam Avza'iga aytdi ekanki, menga Ba'li Bakka valisi zulm qildi. Shuning uchun siz bir yaxshilik qilsangiz deb uning oldiga shikoyat qilib keldi. İmam Avza'ining oldiga shikoyat qilib kelgan nasroniy kishi İmam Avza'iga bir quta asal ham qo'ydi oldiga. Mana bu asalni sizga elib keldim deb. Shunda İmam Avza'i aytdi ekanki, men asalingizni olaman, ammo valiga hech qanday xat yozib bermayman dedi. Yoki bo'lmasa valiga xat yozib beraman, ammo sizdan mana bu hadiyani qabul qilmayman dedi. Shunda bu nasroniy kishi aytdi ekanki, undaqda menga xat yozib bering dedi. Shuning bilan Avza'i rahmatulloh alayh Ba'li Bakkaning valisiga xat yozib berdi. Shuning bilan bu xatni olib, haligi nasroniy kishi Ba'li Bakkaning valisining huzuriga bordi. Berib mana bu İmam Avza'ining xatini o kishiga berdi. Bu xatni o'qigandan keyin Ba'li Bakka valisi mana bu nasroniydan 30 dirham xaraj, ya'ni bojni tavallatib berdi. Shuning bilan bu kishi nihoyatda xursand bo'ldi va oldingi Allohning vali do'stlari bir kishiga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, u kishidan hech qanday bir narsa kutmagan edi. Savobini, yaxshiligini faqat Allohning roziligi uchun qilishgan. Aziz qarindoshlar, biz ham mana shu hayotiy dunyoda ko'pdan ko'p savob ishlarni qilishga intilaylik. Savob ishni qilganda buning mukofotini faqat Allohdan ko'zlagan holatda qilaylik. Alloh taolo hammamizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo hammamizdan qilayotgan ozdir ko'pdir, xayrlik, sahiy, yaxshi ishlarimizni, savobli amallarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Qilgan savobni faqat Allohning roziligi uchun qilishimiz uchun hammamiz qo'limizdan kelgancha g'ayrat qilaylik aziz qarindoshlar.
Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.